Shuningdek, o'rta quloqda suyuqlik borligini aniqlash uchun maxsus tekshiruv o'tkaziladi. Eshitishda nuqson borligini aniqlamay turib, nutq kechikishi, autizm yoki nutq buzilishi kabi tashxislarni qo'yib bo'lmaydi. Kutish zalida boshqa ota-onalar ham, bolalar ham ko'p edi. Ularning holati Nurni qattiq gangitib qo'ydi. Bu bolalar oddiy bolalarga o'xshamas, go'yo boshqa olamda yashayotgandek ko'rinardi. Bir burchakda turgan bir bola o'tkir ovoz bilan tinmay qichqirar, go'yo nimanidir aytmoqchi bo'lardi. Ammo uning og'zidan birorta so'z chiqmas edi. Onasi uni bag'riga bosib tinchlantirishga, bolacha esa oyoqlari bilan yer tepinar, hech narsa demas, faqat qichqirardi. Uning yonida esa qulog'ini orqasiga moslama eshitish apparatini taqib qo'yilgan shiringina qizaloq otasining qo'lini mahkam ushlab turardi. U ham lablarini qimirlatishga urinar, ammo tovush chiqmasdi. Qizchaning nigohida ma'no yo'qolgan, go'yo bu dunyoda hali topa olmagan narsasini izlayotgandek edi. 7 yoshlar atrofidagi yana bir bola qulog'i orqasiga magnit bilan mahkamlangan kattaroq moslama, cochlear implant taqib olgan edi. U ham qichqiriq aralash g'alati tovushlar chiqarar, yuziga charchoq singib ketgan. Onasi esa zo'r berib jilmayishga urinar, bolasini ruhlantirib shunday der edi: "Ana, sal o'xshadi, o'g'lim, yana bir marta aytchi, dada" degin. Nur o'zini harchand olib qochmasin miyasida og'riqli savollar tug'ilaverdi. Mening qizim ham shularga o'xshab qolishi mumkinmi? Men eshitmaydigan, qulog'i kar qizning onasi bo'lishga tayyormanmi? U qanday yashaydi? Qanday qilib maktabga boradi? Qachondir gapiradimi o'zi? Odamlar unga qanday munosabatda bo'ladi? Ustidan kulsa-chi? Bir umr masxara qilsa-chi? Boshqalar mayli, meni tushunarmikan? Nur bu yerdagi bolalarga emas, ota-onalarning yuziga qarar, ularning ifodasini, kayfiyatini kuzatar, harakatlarini diqqat bilan kuzatardi. Ularning dardini his qilishga, nuqsonli bola bilan qanday yashashni anglashga urinardi. Asabining qo'llari titrab boshladi. Ayniqsa bir bolaga ko'zi tushganda seskanib ketdi. Bechora bola qichqirar, onasining ro'molini tortar, duch kelgan joyiga ayamay urardi. Ona esa bolani tinchlantirishga harakat qilar. Bir qo'li bilan og'rigan joyini silasa, ikkinchi qo'li bilan ro'moli tushib ketmasligi uchun qo'lini boshiga qo'yib pichirlardi. "Tinchlan, jonim bolam, tinchlan." Nur qo'lini sumkasiga uzatib ro'molcha izladi. Hali yig'lamayotgan edi, ammo portlash arafasida turardi. Nurning nafasi bo'g'ilib boshlagandan o'zini yomon his qila boshladi. Ko'ksini og'ir xarsangtosh bosib turar. Atrofidagi devorlar esa qulab tushayotgandek tuyulardi. Bu yerdagi har bir ota-ona bu og'riqli yo'ldan o'tgan. Unga esa navbat endi kelgan edi. Noma'lumlik sari iliq qadam tashlash navbati. Shu payt eshik asta ochilib, qo'lida jigarrang papka ko'targan mutaxassis ko'rindi. Uning ortidan esa Sora bilan Yusuf chiqishdi. Yusuf uni chaqirdi. "Nur, kirarkansan? Shifokor chaqiryapti." Nur shoshilib ularning ortidan kirib bordi. Xonaning bir qismida audiolog bilan logoped kutib turishardi. Sora bilan Yusuf esa xonaning ikkinchi qismiga o'tishdi. Sora charchab qolibdi. O'zini Yusufning bag'riga tashladi. Yusuf stolning bir chetiga omonatgina o'tirdi. Uning yuzi xavotirli, nafasi uzilib chiqar.
sabrsizlik bilan natijani kutardi. Soraning onasimisiz? Keling, natijalarni birga ko'rib chiqamiz. Shifokor papkani ochdi. So'ng Nurning ko'zlariga qarab jilmaydi. Avvalo, har qanday holatda ham Allohga shukr qilishimiz kerak. Tekshiruv natijalariga ko'ra, Soraning o'rta qulog'i yallig'lanib, u yerda suyuqlik yig'ilgan. Quloq pardasi ortida mana shu suyuqlik borligi uchun eshitish yengil va o'rta darajada pasaygan. Odatda bu holat vaqtinchalik bo'ladi. Yosh bolalarda keng tarqalgan. Chunki bola ko'pincha cho'milganda qulog'ining ichida suv qolib ketadi deb ayta olmaydi. Xullas, ortiqcha xavotirlanadigan holat emas. Bolaning qulog'ini ehtiyotkorlik bilan davolaymiz. Varaqalarni ko'zdan kechirib o'tirgan audiolog orqaga gap qo'shdi. Soraning eshitishi sezilarli 45-50 detsibel atrofida, ikkala qulog'i ham bir xil. U past yoki o'rtacha tovushlarni, ayniqsa shovqin joylarda yaxshi eshita olmaydi. Tasavvur qiling, qalin eshikning orqasida gaplashayotgan odamlarning gapi qanday eshitiladi? Qizingizning eshitishi ham xuddi shunaqaga o'xshaydi. Apparat kerakmi shunda? Yoki implantmi? Operatsiya qilish kerak emasmi? Ish qilib, tashqarida o'tirgan bolalarning deyarli hammasida apparat bor ekan-ku. Yo'q, Soraning holatida apparat kerak emas. Bu bolalardagi eshitish darajasini davolab bo'lmaydi. Qizingizda esa bu oddiyroq, lekin iltimos, aytganlarimizni qunt bilan, tartib bilan so'zsiz bajarasiz. E'tiborsizlik qilsangiz, kasal chuqurlashib ketishi mumkin. Tashqaridagi siz aytgan bolalarga o'xshab yengil dorilardan boshlaymiz. 6-8 hafta davomida eshitishni kuzatamiz. Agar suyuqlik yo'qolmasa, ventilyatsiyani naychalari variantini qilib ko'ramiz va juda oddiy jarayon. Agar shunda ham eshitish sezgirligi 45 detsibeldan yuqori bo'lib qolsa, til chiqishini rivojlantirish uchun vaqtinchalik apparat qo'llashimiz mumkin. Kechirasiz, doktor. Agar Sora apparat taqsa, umr bo'yi taqib yurish kerak bo'ladimi? Yo'q. Alloh xohlasa unday bo'lmaydi. Avvalo, bunday deyishga hali erta. Oldimizda ikkita muammo bor. Ularni ehtiyotkorlik bilan yo'qotib ko'rishimiz kerak. Chunki Sorada nutq kechikishi ham bor. Biz faqat eshitishni o'lchaymiz. Balki bu narsa qizchaning umumiy rivojlanishiga qanday ta'sir qilganini ham kuzatamiz. Nutq mutaxassisi so'zda davom etdi. Muloqot bo'yicha Sorada ifodaviy va fe'liy til buzilishi bor ekan. Bu nima degani? U ba'zi gaplarni tushunadi, lekin o'zi shu gapni qanday ifodalashni bilmaydi. So'zlardan ko'ra ishoralardan ko'proq foydalanadi. Ba'zan nimanidir so'ray olmagani uchun asabiylashadi yoki qichqiradi. O'zi bilan teng bolalarni bo'lishi mumkinmi yoki endi kechmi? Shu so'zlarni aytar ekan, Nurning ko'z yoshlari seldek oqdi. Audiolog noqulay ahvolga tushib qoldi. Bir bahona qilib xonadan chiqib ketishga harakat qilib qoldi. Shifokor o'rnidan turib, Nurning yoniga keldi. Uning yelkasiga qo'lini qo'yib, mehr bilan dedi: "Singlim, siz umidsizlikka tushmang. Parvardigorga duo qilamiz. O'ziga tavakkul qilamiz. Soraga hammamiz birgalikda yordam berishimiz kerak. Uning nutqini, ko'nikmalarini rivojlantirishimiz kerak. Endi nima qilish kerakligini aytaman. Eslab qoling yoki yozib oling. Haftasiga 2 marta nutqini mashq qildiramiz. Xuddi shu mashqlarni uyda ham takrorlaysiz. Eshitishni muntazam kuzatib borasiz. So'zlarga, hikoyalarga, suhbatga boy muhit yaratasiz. Bu surunkali muammo emas. Bu holatni davolash mumkin. Lekin to'g'ri, biroz kechikkanmiz. Soraga yordam kerak. Uni qo'llab-quvvatlash kerak.
Lekin intizom va sabr kerak. Ishonamanki, siz buni uddalaysiz. Mayli, yuringlar, Soraning oldiga kiraylik. Nutq mutaxassisi bilan gaplashadigan yana ba'zi masalalar bor. Ammo undan oldin sizga bir narsani ochiq aytmoqchiman. Iltimos, mendan xafa bo'lmang. Bu gapimni og'ir ham olmang. Baholash paytida payqadik, Sora asabiylasa yoki nimadandir qo'rqsa, sizga talpinmayapti. Yig'lay boshlaganda atrofga alanglab sizni emas, otasini qidirdi. Bilaman, buni anchadan beri sezgandim, lekin bunchalik deb o'ylamagandim. Shifokor muloyimlik bilan dedi: "Ha, Soraga nutq mashg'ulotlari kerak, lekin bundan ham muhimi unga sizning bag'ringiz, ovozingiz, silab siypalashlaringiz, erkalatishlaringiz, tabassumingiz, bir so'z bilan aytganda mehringiz kerak. Til og'izdan emas, yurakdan tug'iladi, ko'zdan, ifodalardan paydo bo'ladi." Nutq mutaxassisi qo'shimcha qildi: "Bola bilan orangizdagi aloqa yuzaki, soxta bo'lib qolsa, mashg'ulotlarimizdan foyda bo'lmaydi. Bizga hissiy, samimiy til kerak, chunki so'zlarning birinchi beshigi muhabbatdir." Shifokor Nurning ahvolini sezib, nutq mutaxassisiga qaradi. "Kelinglar, endi Sora bilan gaplashaylik." Shifokor mehrli tabassum bilan Soraning ro'parasiga o'tirdi. Xona jimjit, faqat nafas tovushlari eshitilardi. Shifokor muloyim shivirladi: "Sora, to'p qani?" U shunday deb xona burchagidan to'pni ishora qildi. Sora javob bermadi. Shifokorning qo'liga bir nazar tashladi-da, Yusufga burildi. "Sora, dada" degan. Sora unga qaradi, og'zini ochdi, keyin tovushsiz yana yopdi. "Mayli, oyi dechi unda." Sora xira jilmayib yuzini deraza tomonga burdi. Nur qo'llarini mahkam siqib o'tirardi. U mo'jiza kutmasdi, ammo ko'nglini tinchlantiradigan biror ishoraga muhtoj edi. Birdan hech qanday ogohlantirishsiz qizning yuziga qattiq ovozda baqirdi: Oyi desangchi." Sora qo'rqib ketib Yusufning qo'llariga yopishdi. Soraning qo'llari titradi. Yusuf uni ko'tarib tezda xonadan olib chiqdi. Ammo eshikni yopishdan oldin Nurga o'girilib, g'azabini zo'rg'a bosgan ovozda dedi: Nega bunday qilasan, Nur?" Shifokor Nurga qaradi. "Nurxonim, men sizning holatingizni juda yaxshi tushunaman, lekin bolaga hech qachon bunday munosabat qilmang. Iltimos, o'zingizni bosib oling. Men charchadim. Kuchim, sabrim qolmadi. Endi chiday olmayman. Meni kechirasizlar."